Hop, assalomu alaykum hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar hamda biz obunachilarimiz. Xudo xohlasa mana bo'ladigan ishlarimizni sizga bitta video lavha qilib ko'rsatib ketmoqchimiz. Hozirgi paytda Samarqandlik klientlarimiz uchun 3 ta stanogimizni tayyorlashni boshladik. Yana bitta zakaz turibdi, uni ham tayyorlab bersak kerak yaqin kunlarda. Xo'p, hozir endi havolar isiganiga, quyoshda ish qilib bo'lmaganiga bugun o'zimiz uchun ozgina bir sharoit yaratib qo'ydik. Tepamda ko'rinib turgan bo'lsa agar tepadagi setkani tortdik, quyoshda ish qilib bo'lmayapti, hali odamni boshini og'ritadigan darajada issiq bo'lyapti. Keyin qolaversa materiallarni o'zi ham issiq qizib ketyapti, ushlab bir issiq bo'lmaydigan holatda bo'lib qoldi. Xo'p, shogird yangi bir stanok tayyorlayapti bu. Mana o'zimiz uchun qilingan bu sharoit. Yangi bitta stanok oldik. Kimdadir agar ma'lumot bo'lsa, aytib o'tib ketsin, bu yaxshi stanokmi? Plazma rez. Hozircha biz o'sha qalinligi 220 voltda 1 sm turbani ham kesib ko'rdik, yaxshi kesyapti. Chiroyli qilib o'zimizga bitta aravacha tayyorlab oldik. Naryoqda shogird kombayn g'ildiraklarni tayyorlayapti, xudo xohlasa ramaga o'tkazishga ish ketyapti. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, o'sha bir qo'llab-quvvatlab tursalang yaxshi bo'ladi. Hozir men sizlarga yana nimani ko'rsatib o'tib ketaman. Materiallarni va ko'rasizlar. $1200 turbamiz, uzunligi 5,5 metr. Klientlarimizga ikkitasiga shundan tayyorlaymiz. Manadagi bitta turba bor. Keyin uni ham tayyorlash jarayoni ketyapti hozir. U ham tayyorlanyapti, ular ham tayyorlanyapti. Hammasiga baravariga ulanadi. 1200 turba bu o'z yerdan oladiganlar uchun, narga 1000 turba qo'lda solib turiladigan bo'lgani uchun. Holatlari yaxshi mana. Endi zanglamagan narsani o'zi yo'q. Muhimi chirib yirtilib ketmagan, qalinligi 1 sm 2 mm. Xohlasa chiroyli qilib klientimizga bitirib tayyorlab beramiz. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, bizning videolarimizni birinchilardan ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.